Assalomu alaykum. Atlas original til savollarni tahlilni davom ettiramiz. 100-misolda qolgan ekanmiz. Hop, birinchi jo'mrak yolg'iz o'z idishini 9 soatda to'ldiradi. Yuqoridagisini aytyapti. Hop, ikkinchi jo'mrak yolg'iz o'zi idishni 6 soatda to'ldiradi. Uchinchi jo'mrak yolg'iz o'zi 12 soatda idishni bo'shatadi. Bo'shatolmaydi. Idishni yolg'iz o'zi 12 soatda bo'shatolmaydi. Chunki bu pastida suv qolib ketadi-da. Ya'ni mana shu yergacha bo'lgan qismini bo'shatishi mumkin. Xo'p, agar uchalasi birga ishlasa, necha soatda idishni to'ldiradi? Yaxshi. Demak, idishni ikkita qismga bo'lib olamiz. Balandlik h, yuqori 2h ekani. Demak, mana bu yer idishni 3 dan 1 qismi v taqsim 3, yuqorisida 2 dan 3 qismi bo'ladi. 2 v taqsim 3 bo'ladi. Xo'p, mana bu v taqsim 3 gacha birinchi kran bilan ikkinchi kran ishlaydi, xolos, uchinchi kran ishlamaydi. V taqsim 3 barobar. Xo'p, birinchi jo'mrak qani? Boshida aytgan, yolg'iz o'zi 9 soatda to'ldiradi deyilgan edi. Ya'ni butun, v hajmli idishda 9 soatda to'ldirar edi. Plus ikkinchisi 6 soat edi. V taqsim 6 ko'paytiramiz vaqt. Shu yerdan t topamiz. Hop, v taqsim 3 teng makhraj 18, 2 3 5 v taqsim 18 ko'paygan t topsak 6 taqsim 5 soat. Ana shuncha soatda idishda 3 dan 1 qismini to'ldirishar ekan. Endi suv yuqoriga chiqishni boshlagan sari mana bu 3 ham ishlashni boshlaydi. Endi 3 ta jo'mrak ishlaydi. Demak, 2v taqsim 3 teng hop, v taqsim 9, ya'ni birinchi jo'mrak ishlayapti, plus ikkinchi jo'mrak unga yordam beryapti, ishlab. Endi minus ikkinchi jo'mrak yuqoridagi, ya'ni 2v taqsim 3 qismdagi suvni 12 soatda bo'shatar edi. Bu yerga v taqsim 12 yozilmaydi. Bu yerga 2v taqsim 3 taqsim 12 yoziladi. Ko'paygan t2 bo'lsa, mana bu t1 bo'lsin, t1. Xo'p, shuni ishlaymiz. Endi 2v taqsim vlar qisqarib ketdi. 2 taqsim 3 teng 1 taqsim 9, 1 taqsim 6 minus 6 yu 18 bo'lyapti. Ko'paygan t2. 2 taqsim 3 teng makhraj 18, 2 qo'shilgan 3 ayrilgan 1 t2. Ya'ni to'g'ri 2 taqsim 9 t2 bo'lyapti. Bundan t2 ni topsak 3 bo'lyapti. Hop, t1 qo'shilgan t2. t1imiz 6 taqsim 5, t2imiz 3. 18 u 21 taqsim 5. 15 ga 6, 21. 18 21 taqsim 5. Ajoyib. 101. A jo'mrakning tezligi B va C jo'mraklarning tezligidan 3 marta katta demoqchi. B jo'mrak idishni A jo'mrakdan hisoblaganda 2:1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni B nuqtadan idishimiz 2:1 nisbatda bo'linyapti. A, B, C jo'mraklar bir vaqtda ochib qo'yilsa 15 soatda to'ladi idish. A jo'mrakning yolg'iz o'zi necha soatda to'ldiradi? Xo'p, idishni yana ikki qismga bo'lib olamiz. Bu qismi v taqsim 3 bo'ladimi? V taqsim 3, yuqori qismi 2v taqsim 3 bo'ladi. Xo'p, v taqsim 3 qismida A jo'mrak bilan C jo'mrak ishlaydi, xolos. B jo'mrak ishlamaydi, chunki u yuqorida turibdi. Ya'ni u suvni chiqaradi, xolos, qachonki balandlik h dan o'tsa. Ya'ni suvni balandlik h dan o'tsa. H dan o'tmasa u ishlamaydi. Demak, bu yerda ham tezlik haqida gap boradi. Demak, A jo'mrakning tezligi, ya'ni mehnat unumdorligi idish hajmini bo'lamiz tezligiga, ya'ni vaqtga bo'lamiz. Ya'ni t. Endi v B bilan v C niki teng. Ya'ni B va C jo'mraklarining tezligidan 3 marta katta deyilgan-ku.
vs teng v taqsim 3t bo'ladi. Ya'ni mana bu a jo'mrak masalan idishni 1 soatda to'ldirsa, b bilan s esa undan 3 marta ko'p vaqt sarflar ekan. Xo'p, v taqsim 3 teng v taqsim t ayrilgan v taqsim 3t ko'paygan qandaydir t1. Xo'p, v lar qisqarib ketdi. Bu mahraj 3t bo'lyapti. Demak 2 taqsim 3t ko'paygan t1. Bundan t1 topsak t taqsim 2 bo'lyapti. Xo'p, endi ikkinchi holatda ya'ni suv yuqoriga chiqishda boshlaydi, 2v taqsim 3 qismiga o'tishni boshlaydi. Demak b jo'mrak ham ishlashni boshlaydi. Teng v taqsim t minus hop v taqsim 3t minus v taqsim 3t ko'paygan t2 deymiz. Hop. V lar qisqarib ketdi. 2 taqsim 3 teng 1 minus 1 taqsim 3, 2 taqsim 3 ekan xullas. T2. Bundan T2 ni topsak, mahrajda T bor edi. Mahrajda T bor edi. Shu yozilmabdi-da. Ya'ni 1 taqsim T minus 2 taqsim 3T bo'lyapti-da. Teng T2. Bundan T2 ni topsak nima bo'ladi? 2T bo'lyapti. Endi T1 qo'shilgan T2 15 soat deyilgan edi. T taqsim 2 qo'shilgan 2T teng 15. 5T taqsim 2 teng 15. Bundan T ni topsak 6. Bizdan shuni so'ragani 6. 102da ABC trapetsiyada BD diagonaliga MA va SN perpendikulyarlar tushirilgan. BMda n degan nisbati 2, 3, BS4, AD BS3, AD4 bo'lsa, SN ni toping. 3, 4. Bu 2K bo'lsa, bu 3K ekan. Mana bu burchak bilan bu burchak ichki almashuvchi. Alfa desak, bu ham alfa bo'ladi. Xo'sh. Uchburchak BSN bo'yicha kosinus alfani topsak, mana bu yerda t deb olsak, 2k plus t taqsim 3 bo'ladi. Uchburchak ADM bo'yicha kosinus alfani topsak, 3k plus t taqsim 4 bo'ladi. 8k plus 4t teng 9k plus 3t ga. T bu yerdan k bo'lyapti. T ni o'rniga k ni yozib qo'ydik. K. Xo'sh. SN topish kerak-a? SN topish kerak. Bizga nimadir berish kerak-da. Nimadir yetmayapti bunda. BD ni berganmikan? BD ni berish kerak edi yoki bo'lmasa yoki birorta burchak berish kerak edi. Bunda nimadir tushib qolgan bunda. Bunda kamchilik bor bunda. Shu BD ni bermayapti-da. BD bo'lsa keyin chiqib ketadi hozir. Kamchilik bor ekan. Tenglikning butun yechimlari nechta? Birinchi holatda 8 minus x 0 dan kichkina bo'lsa, ildiz ostini aniqlan sohasini olib qo'ysak yetarli bo'ladi. Ikkinchi holatda 8 minus x nomanfiy son bo'lsa, tengsizlik kvadratga oshirib yechiladi. Hop. X 8 dan katta bo'lyapti. Minusga ko'paytirsak ikkinchisini ajoyib sonlar chiqib ketar ekan. Qarang, x 8 dan katta bo'lsa, mana bu narsa doim musbatmi? Masalan, 8 da o'zini ham qo'yib ko'raylik. 64 minus 48 minus 5 0 dan katta-da.
Endi 8 dan katta son qo'ysak aniq, masalan 9 qo'ysak aniq 0 dan katta. Ya'ni 0 dan kichik yoki teng bo'la olmaydi. Bu holatda nima yo'q? Yechim yo'q. Ya'ni buni yechimi yo'q. Ya'ni 8-x 0 dan kichik emas ekan. Hop, endi 0 dan katta qilib ishlaymiz. Demak, x'imiz 8 dan kichik teng bo'lyapti birinchi tengsizlikda. Endi ikkinchisini ishlaymiz. Hammasini o'ng tomonga olib o'tamiz. Mana shu holat bo'lyapti. Endi buni yechish kerak-da. Ildizlarni topib olishimiz kerak. 22 qo'shilgan ayrilgan ildiz ostida. Hop, 484 ayrilgan 4 ko'paygan 2 ko'paygan 59. Demak, 484 dan ayiramiz. Mahrajdan yozib qo'yaylik. 2 kere 2 4. 484 dan ayiramiz 59 kere 8 ni. 2 7 yodda 35 u 42. 422 ni ayirar ekanmiz. 2 6 62. 62 bo'lyapti. Ildiz chiqmaydi undan da. 62 bo'lyapti. Ildiz 62 taqsim 4. Demak, yechim shu ildizlarning orasi bo'ladi. Chunki tengligimiz 0 dan kichkina. 22 minus ildiz 62 taqsim 4 dan katta kichkina 22 ildiz 62 taqsim 4 dan. Xo'p, ildiz 62 8 ga yaqinroq son, 22 ga qo'shsak 30 ga yaqinroq son bo'ladi. 4 ga bo'lsak 7,5 dan kichikroq son chiqadi. Demak, yechim shuni o'zi ekan, chunki bu 8 dan kichik deydi. Demak, yechim mana shu ifodani o'zi, ya'ni mana shu tengsizlikni o'zi. Shuni endi yechib ko'ramiz. Demak, 22 dan bu 8 ni ayirsak, o'zi necha chiqadi? O'zi bu 7 yu nechadir ham chiqadi-da. Shunaqa emas, 7,5 chiqdi deylik. 22 ni ayirsak necha bo'ladi? 1,5 bo'ladi. Ya'ni 14,5 taqsim 4. Narigisi 22 ga 7,5 qo'shiladi. 29,5 taqsim 4. 7 hop 3,5 dan katta kichkina bo'lyapti. 29 bo'lsak 8 7. 7 yu nechadir hamda. Demak, bu yerda 4 bor, 5 bor, 6 bor, 7 bor. Butun yechimlari nechta deyapti? 4, 5, 6, 7 ekan. Endi javobda 2 ta qilib berishgan ekan. Qani tekshirib ko'ramiz. 4 ni qo'yib ko'ramiz. 4 ni. 4 ni qo'ysak, qarang, mana bu yerga 4 ni qo'ysak nima bo'ladi? -16 qo'shilgan 24 qo'shilgan 5. Shu ildiz ostida. Hop, 24 ga 5 29, 16 ni ayirsak 13, ildiz ostida 13. Katta 8 ayrilgan 4 dan. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Hop, endi 5 dan 5 ni qo'yib ko'rsak, -25 qo'shilgan 30 qo'shilgan 5 ildiz ostida bo'lyapti. Ildiz ostida 10 bo'lyapti. Katta 8 dan 5 ni ayirsak 3. Bu to'g'ri bu. 6 ni qo'yib ko'ramiz. -36 qo'shilgan 36 qo'shilgan 5 ildiz ostida. Demak, bu ildiz ostida 5 kattami? 8 ayrilgan 6 2 dan katta. 7 ni qo'yib ko'ramiz. -49 qo'shilgan 42 qo'shilgan 5. Bu manfiy chiqib qoldi. Ildiz osti manfiy chiqib qoldi. Bu holatda yechim yo'q. Va yechimlari rostdan 5 bilan 6 ikkita ekan. 3 ta vektor berilgan. A va S vektorlar kollinear deyilmoqda. Ya'ni parallel degani. Ya'ni mos o'sha nima deydi? Ya'ni A bilan S vektorda mos nuqtalarini nisbati teng degani, ya'ni x ni x ga nisbati teng bo'ladi, y ni y ga nisbatiga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita vektor parallel bo'lsa, ular kollinear deyiladi.
Shunda x1 taqsim x2 teng bo'lishi kerak y1 taqsim y2 ga bo'lishi kerak edi. Mana bu a vektor, bu s vektor bo'lsa, demak x taqsim 6 teng bo'lishi kerak 4 taqsim 8 ga. Bunda x topsak 3 bo'lar ekan. A vektor topib bo'ldik. Demak a vektorimiz 3 4 ekan. Moduli necha bo'ladi? Buni moduli 5 chiqadi. Hisoblasak 5 bo'ladi. Hop, endi b vektorimizni ham hisoblab qo'yaylik. Bu 2 - 3 ekan. B vektorimizning moduli necha bo'ladi? 4 ga 9 13 ilzosi 13 ekan B vektorimizning moduli. Endi qavslarni bu bilan, ya'ni buni ochib chiqadigan bo'lsak, ikkita A vektorini kvadrati qo'shilgan B vektorini kvadrati bo'ladi. Shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi-da. 2 demak, buni o'rniga 5 qo'ysak 25 bo'ladi. Buni o'rniga ilzosi 13 qo'ysak 13 bo'ladi. 25 ga 13 38 ikkilantirsak 76 bo'ladi. Xo'p, 105 da ABCda to'rt burchakdan YSda uchburchak qirqib olindi. AB 6 ga teng. AD bilan YD teng. AB YD to'rtburchak eng katta yuzaga ega bo'lsa, AB YD yuzasini toping. Ishlagandek bo'lyapmanda. Balandlikni o'tkazib olamiz shu yerdan ham. 6 ga teng. Y'dan x desak, A'dan ham x ga teng bo'ladi. Bu h deylik. DH ga nima qoladi? X kvadrat ayrilgan 36 qoladi ilzosida. Mana buni t desak, yuqori ham t bo'ladi. ABYda to'rtburchakli trapetsiya yuzasini hisoblaymiz. Kichkina sos t, katta sos x ga teng, taqsim 2 ko'paygan balandlik 6. 3 ko'paygan t plus x bo'lyapti. Va t nimaga teng? O'zi t qo'shilgan ildizli ifodamiz x ga teng edi. T ni topsak, x ayrilgan ilzosida x kvadrat ayrilgan 36 ekani. Shuni qo'yib ketamiz t ni o'rniga. Ana shunga teng bo'lar ekan. Xo'p, endi shundan hosil olamiz. Ya'ni yuzadan x bo'yicha hosilab 0 ga tenglaymiz. Xo'p, qasddan hosil olishimiz o'zi yetarli ekan. 2 minus hosil olishni bilaman, bilamiz deb o'ylayapman. Ya'ni bilasiz deb o'ylayman. Teng 0. Demak, shunda x topamiz endi. Buni chiqaramiz. Xo'p, 2 4 ilzosi chiqar ekan. Endi mana bu yo'q qo'ysak bo'ldi. S teng 3 ko'paygan 8 ilzosida 3 minus 48 dan 12 ni ayirsak 12 yu 2 ilzosida 3. 18 ilzosida 3 bo'lar ekan. 106. A bilan B parallel bo'lsa, alfa burchakni toping. Xo'p, buni qo'shnisi 40 ga teng bo'ladi. Mana bu yerdan parallel to'rtsiq o'tkazib olsak, yuqoridan o'tib ketib qoldi. Mana bu yer 40 bo'ladi, yuqoriga 60 qoladi. Endi mana bu yerdan ham o'tkazib olsak parallel to'rtsiq, mana bu yer 60 bo'ladi, mana bu yerga 30 qoladi. Unda mana bu ham 30 bo'ladi. Alfa qo'shilgan 30 180 ni berish uchun nima bo'lishi kerak? Alfamiz 150 bo'lishi kerak. To'g'riburchak uchburchakka ichkisilgan aylanan radiusini toping. Menimcha buni batafsil ko'rdik qaysidir videoda. Ya'ni bundan oldin ham menimcha tushgan edi bu savol. Buni adashmasam batafsil ko'rdik. Demak, formula keltirib chiqardik. Katta uchburchakka ichkisilgan aylananlar radiusi mana shu ikkita kichkina aylana bo'yicha, ya'ni aylanani radiuslari bo'yicha mana shu formula orqali hisoblanar edi. Buni isbotlarini ko'rib o'tdik. 29. Ya'ni o'xshashlikdan keltirib chiqargan edik. 108 javoblarni berishmabdi-yu. 10 kishi bor. Ali, Vali, Guli, Lola, Kamol, Barnolar 2 mashinaga chiqmoqchi. Xo'p, Ali, Vali, Guli, Lola, Kamol. Barnolar necha kishi? 1 2 3 4 5 6 kishi.
2 mashinaga chiqmoqchi. 10 kishidan 6 tasi. Bir mashinaga yigitlar orqaga, bittasiga qizlar orqaga minsa, barcha haydashni bilsa, necha xil joylashtirish mumkin? To'g'ri tushunmadim bu savolga. 10 kishi bor. Ali, Vali, Guli, Lola, Kamol, Barnolar 2 mashinaga chiqmoqchi. Nima degani? Qanday bo'linishyapti? Masalan, Ali, Vali, Kamol bitta mashinaga, qizlar bitta mashinagami shuna? To'g'risini tushunmadim bu savolni, uni tushunmadim. Nimchasam tushunmayapsiz. 109. Tengsizlikni 0 pi kesmadagi yechimini toping. O'zi tayyor formulaga tushyapti. Kosinus ikkilangan burchak formulasiga nima bo'ladi? Kosinus 2x bo'ladi. Katta x teng 1/2dan. Birlik aylana. 1/2da 1/2ga qachon erishadi? Ya'ni minus pi taqsim 3 bilan pi taqsim 3 da erishadi. Shunaqa mana shu yerda katta bo'ladi 1/2da. Demak minus pi taqsim 3 qo'shilgan 2 pi ga katta yoki teng 2x 2x kichik yoki teng pi taqsim 3 plus 2 pi ga x ga bo'laylik 2 ga bo'laylik minus pi taqsim 6 plus pi ga bo'ladi. Pi taqsim 6 plus pi ga bo'ladi. Endi k ga 0 olsak minus pi taqsim 6 pi taqsim 6 bo'ladi. K ga 1 olsak 5 pi taqsim 6 yu 7 pi taqsim 6 bo'ladi. Endi mana bu minus pi taqsim 6 dan boshlanmaydi, 0 dan boshlanadi. Chunki 0 dan olgan degan. Bunda 7 pi taqsim 6 gacha bormaydi, balki pi gacha boradi. 5 pi taqsim 6 dan pi gacha. Shu ikkita kesmani birlashmasi. Javob. 110 savol qo'yilmagan bu yerda. Demak, javobi berilmaganlarda demak nimadir xato. Yo savol qo'yilmagan yoki shartlar noto'g'ri. Shuning uchun menimcha, ya'ni o'zlari ishlashgan yoki ishlashga vaqtlari bo'lishmagan yoki to'g'rilashga vaqtlari bo'lishmagan. Shuning uchun qolib ketgan bular. 113 muntazam uchburchak berilgan. 3 ta kesma teng 4 dan bo'lgan soha yuzini toping. Muntazam uchburchakning yuzini 3 dan 4 qismi bo'lyapti-da. 3 dan 1 qismi bo'lyapti. Chunki yuzi teng 3 ga bo'linyapti-da. S bo'lib. Xo'p, 3s. Bu muntazam uchburchakning yuzi tomoni 12 bo'lyapti. 144 4 ga bo'lsak 36 ilzosi 3 bo'lyapti. S topsak bundan 12 ilzosi 3. X, Y o'zaro tub sonlar EQK 378 hamda ko'paytma 420 X plus Y yig'indini qiymatini toping. Xo'p. O'zi ikkita sonning ko'paytmasi ularni EQK bilan EQBni ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Endi X bilan Y o'zaro tub bo'lsa, EQB 1 bo'ladi. Bu 1 bo'ladi. X, Y ko'paygan, demak EQK teng bo'lyapti 378 ga. Bu qasni ochamiz, X, Y plus 3X bo'ladi. Teng 420. X, Y o'rniga 378 qo'yamiz. Plus 3X teng 420. 3X topamiz bu yerdan. Ya'ni 420 dan 378 ayiramiz. 2, 4, 42 ekan. X topsak 14. Xo'p, endi mana bu yerga kelamiz, mana bu yerga. Xo'p. 14 ko'paygan Y teng 378. Y topaylikchi, 2 ga qisqartirsak 1 8 9 7 ga bo'linadimi? 2 ta bor 14 7 27 ekan. Demak 14 qo'shilgan 27 ni so'rabdi bizdan 41. 115. A D 6, D 8,
ikkita burchak 45 dan. Demak, mana bu yer 90. Rasmdagi ma'lumotlar asosida jismning to'la sirt yuzini toping. Xo'p. S A B C D ni yuzi nechi bo'ladi? 6 kira 8 48 bo'ladi. Uni yuqori qismi hisoblanmaydi. Menimcha bu uy bo'lsa kerak. Shu uyda shuni sirtini yuzini toping degan. Xo'p, endi S D S J K bilan S A B F Y lar yuzlari teng bo'ladi. Bu necha bo'ladi endi? Necha kira necha bo'ladi bu? Hozir nimalar berilyapti? A D bilan D S hamda balandlik berilyapti ekan. 7 dan qanday ifodalansak bo'ladi? 7 dan. Demak, mana buni tushirib olsak, mana bu tushsa, mana bu 3 bo'ladi, bu 3 bo'ladi, bu ham 3 bo'ladi. Demak, bu 4 ekan. 4 ekan. Demak, yuzi endi DSJK ni yuzi 4 kira 8 32 ekan. 32. Xo'p, endi S A D K Y S A D K Y hamda S B S J F ni yuzi 4 kira 6 bo'ladi. 4 kira 6 24 bo'ladi. Demak, pastdagi parallelpedda sirtlarni hisoblab oldik. Endi yuqoriga chiqamiz. S N Y K bilan S ya'ni M dan boshlaylik. M F J niki teng bo'ladi. Buni yuzi gipotenuzasi 6, unga tushgan balandlik 3 bo'lyapti. 6 kira 3 taqsim 2 9 bo'ladi. Endi mana bu 8 ku. Bu 8. Mana bu NK necha bo'ladi? NK 3 ilzosi 2 bo'ladi. Endi S K J M N bilan teng bo'ladi S Y F M N diki. 8 ko'paygan 3 ilzosi 2 24 ilzosi 2 bo'ladi. Shularni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demak, 48 qo'shilgan 32 dan 2 ta 24 dan ham 2 ta 9 dan ham 2 ta plus 24 ilzosi 2 dan ham 2 ta 48 qo'shilgan 64 qo'shilgan 48 qo'shilgan 18 qo'shilgan 48 ilzosi 2. Buni hisoblasak 2 ta 48 96 64 ga 18 necha bo'ladi? 70 82 bo'lyaptimi? Qo'shilgan 48 ilzosi 2 bo'lsak 178 qo'shilgan 48 ilzosi 2. Ana 28 chiqadi. Xo'p, ni 13 ga bo'lganda qolipni toping. 2 ni 70-sini 4 ni 35-si qilamiz. 3 ni 70-sini 9 ni 35-si qilamiz. A ni inendisi plus B ni inendisi bo'linadi A plus B ga. Qachon? N toq bo'lsa. Demak, 4 ni 35-si plus 9 ni 35-si bo'linadi 4 plus 9, ya'ni 13 ga. 13 yozing shuni. 13 ga. 13 ga bo'linadi. Qachon? 35lar toqligi uchun bo'linyapti. Shuning uchun qoldig'i 0 bo'ladi. Xo'p, piramida asosi gipotenuzasi 3 detsimetrga o'tkir burchaklardan biri 30 gradusga teng bo'lgan to'g'ri burchakli 3 burchakdan iborat. Agar piramidaning barcha yon qirralar asosi tekisligi bilan 60 burchak tashkil qilsa, ushbu piramida hajmini toping. Bu 90, bu 3 bo'lyapti, mana bu yer 30 bo'lyapti. Xo'p, 30 ni qarshisi 1,5 bo'ladi. 60 ni qarshisi 1,5 ilzosi 3 bo'ladi. Xo'p, asosli yuzini hisoblaymiz. 1,5 ko'paygan 1,5 ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni 9 taqsim 8 ilzosi 3 bo'ladi. Endi balandligiga hujum qilamiz. Balandligi kerak bizga. Xo'p, qirralar asos bilan bir xil burchak tashkil qilsa,
balandlik uchburchakka tashqi surgan aylanani markaziga tushadi. Endi bunga tashqi surgan aylana chizsak, ya'ni asosga markazi gipotenuzaga tushib qoladi. Shundoq mana shu balandlik mana shu yerga tushadi. Bu 1,5 ga teng. Mana bu yerda 60 degan. 60 degan. 30. 30 qarshisi 1,5 bo'lsa, balandligimiz 1,5 ko'paygan ildiz 3 bo'ladi. Endi hisoblaymiz hajmni. S asos balandlik taqsim 3. Demak 9 taqsim 8 ildiz 3 ko'paygan balandlik 3 taqsim 2 ildiz 3 taqsim 3. 3 qisqarib ketdi. 9 ko'paygan 3 taqsim 16 bo'lyapti. 20 taqsim 16. 118. Rasmdagi ma'lumotlar asosida hisoblang. Javoblar berilmagan, demak nimadir kamchilik bo'lsa kerak. Cheksiz chiqarmikan? Chunki mana bu yerga 4 ni qo'ysak 0 bo'lyapti. Mana bu yerga 4 ni qo'ysak funksiyamiz 4 da 4 ekan, 16 bo'lyapti. 16 taqsim 0 bo'lyapti. Bu lapitalga tushmaydi. Lapitalga tushish uchun 0 taqsim 0 yoki cheksiz taqsim cheksizlar bo'lishi kerak-da. Suratlar mahrajdan hosil olib ishlashligi uchun mana shunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Lekin qandaydir son taqsim 0 bo'lib qolsa, bundan ya'ni buni lapital qoidasiga tushirib bo'lmaydi. Ya'ni bu lapitalga tushmaydi, hosil olib ishlanmaydi bu. Ya'ni masalada kamchilik bor, shuning uchun mana javoblarni ham berishmabdi-ku. Menimcha aslida bu yerda -16 bo'lgan. Ana endi 4 ni qo'ysa, mahrajda ham 0 chiqadi, surat ham 0 chiqadi. Ana endi bundan surat va mahrajdan hosil olib ishlasa bo'ladi. Surat hosilasi 2 oldiga tushadi, f'(x) bo'ladi, ko'paygan fx bo'ladi. -16 ning hosilasi 0 bo'ladi. Taqsim mahraj hosilasi 2x bo'ladi. 2 lar qisqarib ketadi. Endi 4 ni qo'ysak. Xo'p, 4 ni qo'ysak f'4 ko'paygan f4 taqsim 4 bo'lyapti. f'4 4, to'g'rimi? Mana bu yerda 4, mana 4. Demak, bu bilan bu qisqarib ketyapti, teng bo'lyapti f'4 ga. f'4 nechi? Bu mana shu fx funksiyaga aynan mana shu x teng 4 nuqtada o'tkazilgan urinmani burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Mana bu alfa bo'lsa, mana bu yer 4 bo'lyapti, mana bu yer 8 bo'lyapti. Tangiz alfani topsak 4 taqsim 8, ya'ni 1 taqsim 2 bo'lyapti. Shu k ga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Javob 1 taqsim 2 bo'ladi. 119. ABC to'g'richali uchburchakda AB 9, BC 41 ga teng. Eng katta AB katet atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping. Xo'p. To'g'richali o'xshamaydi to'g'richali uchburchakka. Shunaqa deylik bo'pti. Mana bu 9, 41 bo'lsa, bu 40 chiqadi. Bu A, B, C bo'lyapti. AB katet atrofida aylantirsak, konus hosil bo'ladi-da. Ya'ni balandligi 9, radiusi 40 bo'lgan konus hosil bo'ladi. Shuni hisoblaymiz. Demak, asos yuzini balandlikka ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. Bu bilan bu qisqarib ketsa 3 bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa. Pi ko'paygan 1600 ko'paygan 3. Xo'p. Nima bo'lyapti? 48000 pi bo'lyaptimi? 48000 pi. Bunday javob yo'q. Demak, javoblarda xatolik bor. Agar AC katet atrofida aylantirilgan degan shart qo'yilganda-chi, holatda radiusi 9, balandligi 40 ga teng bo'lgan konus hosil bo'ladi. Shunday deb hisoblaylikchi. Radiusi 9, balandligi 40 bo'lardi bunda. Ya'ni masalan shartida biroz xatolik bor deylik. Xo'p, 81 3 ga bo'lsa 27. Ko'paytiramiz 40 pi. Ko'paytirsa mana shu chiqar ekan. 1080 pi chiqar ekan.
Balki AB katet emas, balki AC katet ekan. AC katet atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmi. A ekan javob.